ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlıq programmasını huzurunuzğa sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Vacib amel. Rastılına vacib bolğan ilim barmı? Yani öğrenmegen kişi günahkar boladigan ilim haqiqatan barmı? Biz bu qismda öğrenişke qadir boluş şartı bilen öğreniş vacib bolğan ilim haqqında toxtalamiz. Bir narsani öğrenişni vacib deyish uchun öğrenişke qadir boluş kerak. Masalan, haj qilishga qadir bolmagan kishidan haj qilish saqit bolgandek. Bir inson öğrene oladigan turib öğrenmagan va shu sabab bilan gunohkor bo'ladigan ilm bormi? Öğrenish imkoniyat bor turib öğrenmasa, gunohkor bo'ladigan ilm bor. Kim gunohkor bo'ladi? Öğrenguchiga uchrashgan va uningga o'g'itish imkoniyat bor turib o'rgatmagan kishi gunohkor bo'ladi. Öğrenmagan kishi albatta gunohkor bo'ladi. Ammo o'rgatmagan kishimi o'xshashla gunohkor bo'ladi. Öğretguchi bo'lsin yoki o'rgana oladigan o'rganguchi bo'lsin, har bir kishi o'rganishi vojib bo'lgan ilm bormi? Shundoq, bor. Bir qism ilmlarni har bir insonning o'rganishi vojib. O'rganmagan kishi gunohkor bo'ladi. O'rganish vojib bo'lgan birinchi ilm aqida asoslari. Ular Qur'oni Karimda bayon qilingan iymonning 5 asosi bo'lib, Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, oxirat kuniga iymon etishdan iborat. Ba'zi olimlar ahad hadisda kelgan taqdirga iymon etishni iymonning asosiga qo'shadi. Yana ba'zilar qo'shmaydi. Chunki ba'zi olimlar aqidada ahad hadisga amal qilsa, yana ba'zilar amal qilmaydi. Shunglashqa buningda ixtilof qilish to'g'ri. Masalan, men taqdirga ishonaman, ammo uning iymonning asosi ekanligi yoki emasligida ixtilof mavjud. Demak, iymonning yuqorqi asoslarini o'rganish vojib, ammo uning tafsilotini bilish vojib emas. Masalan, birov Mahdi to'g'risidagi tafsiliy ma'lumotni bilmasa, hech masala yo'q. Allohning payg'ambari Shisining payg'ambar ekanligini bilmasa, masala yo'q. Demak, aqidaning tafsilotlarini bilish vojib emas. Bo'libmi, Qur'onda bayon qilinmagan aqidani bilish muhim emas. O'rganish vojib bo'lgan ikkinchi ilm farzlar. Islomning 5 asosini bilish vojib. Ular Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi deb guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutish va qodir bo'lsa haj qilish qatorliqlar. Albatta, bularga iymon etish va farz bo'lgan vaqtda o'rganish vojib bo'ladi. Ya'ni balog'atga yetganda namoz o'qishni o'rganish vojib. Iqtisod o'lchamga yetganda zakotni o'rganish vojib. Haj qilmoqchi bo'lganda haj qilishni o'rganish vojib. Ro'za tutishga qodir bo'lganda ro'za ahkomlarini o'rganish vojib. O'rganish vojib bo'lgan 3-chi ilm cho'ng gunohlar. Cho'ng gunoh deganimiz qilgan kishiga shariat aniq jazo belgilagan, takror do'zax bilan qattiq ogohlantirish berilgan jinoyatlarni ko'rsatadi. Faqat bir qatim ogohlantirilgan bo'lsa, cho'ng gunoh bo'lish yoki bo'lmaslikda olimlar ixtilof qilishadi. Ba'zi olimlar qilg'uchi do'zax bilan ogohlantirilgan har qanday jinoyat cho'ng gunoh bo'ladi deb qaraydi. Ammo ko'p qism olimlar takror do'zax bilan ogohlantirish berilgan jinoyat cho'ng gunoh bo'ladi deb qaraydi. Bu cho'ng gunohlarni bilish vojib. Har qanday kishining cho'ng gunohni bilmay sodir qilishi to'g'ri bo'lmaydi. Buni bilmaslik jinoyat hisoblanadi. Ota-ona va ustozlarning farzandlar va o'quvchilarga bularni o'rgatishi vojib. O'rganish vojib bo'ladigan 4-chi ilm ilmi hol. İnsan hayotida besib o'tadigan xilma-xil ahvollar bor bo'lib, har qanday bir holatda bo'lsa, shuningga munosabatli ilmni bilish vojib bo'ladi. Masalan, to'y qilmoqchi bo'lgan kishining nikoh ahkomlarini bilishi vojib. Ayolini taloq qilmoqchi bo'lgan kishining taloqning to'g'ri ahkomlarini bilishi vojib. Nurg'un kishilar xato bo'lgan bid'at taloqni sodir qiladi. Savdo, shirikchilik, safar
kasal, meyitni yuyish qatorliqlarni o'z vaqtida bilish vojib bo'ladigan bo'lib, bu ilmi hal deb atildi. Mana mushu asosiy ilmlarni bilish vojib bo'ladi. Ammo bularni bilmagan kishini kafir deb hukm qilish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bilmaganga kafir bo'lmaydi, balki gunohkor bo'ladi. Biroq bularni o'rganish va o'gitish vojib bo'ladi. Ba'zi olimlarning qarshida o'rganish vojib bo'lgan 5-ilm farz kifoya. Dunyo ilmlarini o'rganish farz kifoya bo'ladi. Aeroplan va raketa yasashni hamma musulmonning o'rganishi vojib emas. Zamonimizda mushularni yasaydigan ilmni o'rganishga qodir bo'la olgan bir turkum kishilar o'rganish kerak. O'rganishga qodir turib o'rganmasa gunohkor bo'ladi. Bu ilmni musulmonlarning ehtiyojidan chiqqidek o'rganish kifoya qiladi. Demak, mushu ilmlar asosiy ilmlar bo'lib, o'rganmagan kishi gunohkor bo'ladi. Bularni o'rganish va o'rgatishga ahamiyat berish kerak. يا مخطئا ما أغفلك